Endi bitta savol-da, ana hozir mashinalarni ko'rib bir narsa hayolimga keldida. Real hayotda bo'layotgan narsa. Odamlar ko'proq musulmonga ishonmaydi, lekin bizni ta'birimiz bilan aytganda kofirga ishonadi. Agar men Germaniyada mashina sotib oladigan bo'lsam, Germaniyada shunaqa 5000 yevro dedimi, toza kraskasi bor yoki bo'lmasa kraskasi toza, hech qanday kamchiligi yo'q deb shunday kaliti qo'liga bersa, hech qanday ustaga ko'rsatmasdan minib chiqib ketadi. Lekin men O'zbekistonda, men emas, hamma O'zbekistonda mashina bozoriga borib, bitta mashinani olsam, u mashinani sotayotgan odam 10 marta hojiga boradimi? 100 mahal namoz o'qiydimi? Allohning kalomini keltiradimi? Halollik haqida va'z o'qiydimi? $5000 sotsa, birinchi qiladigan ishimiz ustaxonaga olib boramiz. Lazerga solamiz. Nimaga bunaqa? Nimaga bu kofirlarda bu dunyoda borligi ham bularga ishonchsiz narsa-da. Bormi yo'qmi bularga qizig'i yo'q. Bular gunoh qiladimi, savob qiladimi, umuman qizig'i yo'q. Nimaga bular bir-birini aldamaydi? Biz musulmonmiz. Lekin biz uchun oddiy hol bo'lib qoldi-da. Alhamdulillah deb paqillatish, ummatda hojiga borib kelganman deb odamlarni ishontirish nima uchun bunaqa bo'lyapti? Bunga nima sabab bo'lyapti? Nimaga musulmonlarga hech kim ishonmayapti? Kofirlarga hamma ishonyapti.